Assalomu alaykum. Qo'y qo'zi ishqibozlari, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Akalar, navbatda partiya qo'chqorlarimiz yetib kelgan. Hop, akalar, ular yosh oylari 10 oylik atrofida yetishdilar. Hamma tomonlama go'zal, yemini 1-2 oydan beri yeb turgan, badani yaxshi qo'chqorlar kelgan. Qo'ylari yo'g'on bo'ladiganlar akalar. Mana qo'chqorlarimiz. Soni 8 bosh akalar, yosh oylari 10 oylik atrofida. Bo'ylari 75 sm plus minusda. Ularda akalar bo'ladigan bitadigan joyi narxi akalar 8 tasini bir joyga bo'lsa 4 million 300 ming so'mdan akalar ketaveradi. Bir joyga donaga bo'lsa 4,5 million, bitta ikkita bo'lsa. Yo'q, shunday ikkiga bo'lib chiqaraveradi desangiz, shu optim narxda ketaveradi. Donaga bo'lsa akalar bitta, ikkitaga, uchtaga 4 million 500 ming so'mdan. 5 ta olaman desangiz 4 million 300 ming so'mdan, 3 ta kichkinaroq bo'lsa chiqarib yuboraman deydigan akalar bo'lsa. Xo'p, aloqa chiqasizlar akalar, 4 million 300 ming so'mdan optim narxi. Xo'p, hamma tomon akalar kelishgan, badallari yaxshi bo'ladigan qo'chqorlar akalar. 4 million 300 dan 8 tasi bir joyga ketaveradi. Aloqa chiqasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tuman Optimchilar Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Sanamiz 20-oktyabr sanasi akalar. Aloqa chiqasizlar, Alloh xolasa qo'chqorni go'zal polvonlariga.